Jinlar bilan folbinlarning o'rtasidagi shartnoma gunohning evaziga tuziladi. Ya'ni jinlar folbinlarga shart qo'yadi. Bizga atab qurbonlik qilasan. Chunki Alloh taolodan boshqa narsaga atab jonliq so'yishlik bu shirk. Shirk shariatimizda katta gunoh bo'lganligi uchun jinlar shuni talab qiladi. Folbinlar ham kelgan bemordan aynan sifati qora bo'lgan jonliqni talab qiladi. Nimaga? Chunki qora rang sehrgarlarning urf odati bo'yicha kuchlarni bitta joyga yig'uvchi rang hisoblanadi. Shartnomani muddati bo'ladi. Masalan, bir oy muddatga tuzishi mumkin. Bir oy ichida bemorda bezovtalik bo'lmaydi. Shartnoma tugagandan keyin yana mazasi qochadi va yana haligi joyga murojaat qiladi. Va programma bir xil. 3 ta olib kelasan, 5 ta olib kelasan, 7 ta olib kelasan va vaqtlar davomida uni hajmi kattalashib, u qo'yga aylanadi. Ya'ni aytadiki, seni yuking og'irlik qilyapti, meni azizlarim qo'y talab qilyapti deydi. Ertaga o'zing bilan bitta qora qo'chqor olib kelasan deydi. Uni so'yadigan qassobi ham, oladigan oshxonasi ham tayyor. U shaxslarga u biznes turiga aylanib bo'lgan bo'ladi. Undan keyin ham natija bo'ladi. Bilasizmi keyin nima deydi? Aytadiki, meni azizlarim aytayaptiki, endi bo'yniga olmasa bo'lmaydi deyapti. Endi chilla o'tirib bo'yningga olib bizga o'xshab dam solib turasan deydi. Va bu u inson uchun eng xatarli yo'l bo'ladi. Vallohu a'lam.